Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Abay mebel tomonidan yana bitta xonadorimizga mebel qilib berdik. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasiz. Bu televizorimiz. Televizorning patsivalarni ham qilib berdik. 100% davchi mexanizm. Rossiyskiy laminat, kashmirga o't ishlab berganmiz. Undan tashqari koridorimizga o't shunaqa shkaf qilib berganmiz. Bu joyimiz xaridorlik uchun, bu yerda kir mashina uchun va kirlarni aniqlab qo'ygani qo'lga ham qilib berdik. Bu yerimiz kukunli rossiyskiy laminat, rossiyskiy stolichna bo'ldi. Vitishga, gazini, duxovkaga, rakvina va sushilkalarni o'rnatib berganmiz. Foiz davchi mexanizm. Patologimiz antirisor bo'lgan, bu tepaga ochiladi, bilasizlar. Tandem rollar qo'yib berganmiz, vitishga gazini o'rnatib, uстановkalar qilib berganmiz. Hermetkalar yaxshilab, suv o'tmaydigan qilib, stolichda ham 3.8 likdan bo'lgan qalinligi. Kimga xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Abay mebelga aloqa chiqinglar, dastavka uстановkalarni qilib yetkazib beramiz.